Eslaymiz daima tut halifini, saadet belgisi aşu zamanni, adalet hilafet tevfik gayrihi, nur çeçip yorutkan bütkül cahanni. Hazreti Ali, Allah onundan razı bolsun. Hazreti Ali'nin hayatı, Rasulullah'ның tağısının oğlu, kızı Fatima'ның yoldaşı, 4 çoğun halifenin 4-incisi, İslam'ni tuncu bulup kubul kılganlardan ve dünyada cennet bilen hoş bişaret verilgen 10 çoğun sahabının biri idi. O, hicretten 23 yıl burun doğulgan bulup, Peygamber aleyhisselamdan 30 yaş kiçik idi. Onun dadısı Abdülmuttalib İbni Haşim İbni Abdümanaf'tır. O, Ebu Talib taxallusi bilan tonulgan bulup, Peygamber aleyhisselamның öz tağısı idi ve Kureyşlerinin mötüverlerden sanılattı. O, Peygamber aleyhisselam ve başka musulmanlarını Mekke müşriklerden köp qoğduğan bolsumu, iman etmedi ve kafir peti ölüp ketdi. Hazreti Ali'nin anısı Esed İbni Haşim İbni Abdümanaf'ның kızı Fatima bulup, İslam'ni kubul qilib, Medine'ge hicret qilgan idi. Hazreti Ali asasen Peygamber aleyhisselamның uyida çoğun bolgan idi. Çünkü dadısı Ebu Talib'nin hal ahvali nachar bolganның üstiga balı çaqısı köp idi. Şuna Peygamber aleyhisselam başka tağılları bilen məsləhətləşib, onunğa yardım qılmaqçı boldu ve onu yoxlab berib, bazı balalarını özlerinin beqib çoğun qılmaqçı bolganlığını aytdı. Ebu Talib ularga balalarimdan xalığını elinglar. Amma Uqaylni maňa qoyunglar dedi. Şunun bilen Peygamber aleyhisselam Hazreti Ali'ni, Hazreti Abbas, Caferni ilip ularning tarbiyalarini öz üstleriga aldı. Peygamber aleyhisselam özüge vahiy tushgandan keyin aldı bilen öz ailesidagilarni musulmon bo'lishga undidi. Ularning arasida Alimu bar edi. Umu boshqalarga o'xshash darhol iymon etdi. U vaqtlarda u tehi 10 yoshga kirmagan edi. Hazreti Ali İslam'ni qabul qilgan tunji bola musulmon hisoblanadi. U butqa faqatla cho'qinmagan bo'lib, butunlay islom tarbiyasida cho'ng bo'ldi. Hazreti Ali Peygamber aleyhisselam hicret qilgan kechisi suiqasdchilarni aldam xaltaga tushirish maqsadida shuncha cho'ng xatarga qaramay Peygamber aleyhisselamning to'shkiga kirib yotgan edi. Peygamber aleyhisselam Medine'ge hicret qilgandan keyin uning zimmasida ba'zi musulmonlarning omonati qolgan edi. U Mekke'de qilib omonatlarni öz egillariga topshirgandan keyin Medine'ge hicret qilib Peygamber aleyhisselam ve başka musulmonlarning yeniga yetib keldi. Köp ötmey musulmonlar bilen müşrikler arasida qurolliq to'qinishlar boshlandi. Hazreti Ali bu janglarning eng cho'ng qahramoniga aylandi. U islom qo'shinlari sepida dushmanga qarshi botirlarcha jang qiladi va dushmanlarga faqatla aram bermaydi. Masalan, hicretning 2-yili yuz bergan Badr jangida u yekma-yek ilishib Quraysh palvonlaridan Valid ibn Utbani o'ldirdi. Arqadan tag'isi Hamzaga yordamlashib Validning dadisi Utbanimi yerga yiqitdi. Hazreti Ali Badr jangidan keyin Hazreti Fatimaga uylandi. Uning Uhud jangida ko'rsatgan qahramonligi Badr jangidan keyin qolmaydi. Har ikki jangda tag'isi Hamza bilan birga qatnashdi. U ikkisi jang maydonining eng kuchli palvonlari edi. Bo'libmi Hazreti Ali jang qayerda qizib ketsa, darhol shu yerda paydo bo'ladi. Düşmanlar atrofini qorishib olsa-mu, yana birdamdila terpiran bo'lishib ketadi. Chunki Hazreti Ali ularni o'ldirib, qochqonlarning keynidan o'zi qo'g'lab ketadi. Shundaqla Xandak urushi deb atalgan Madinani mushriklarning qo'rshovidan qutuldirish jangida Hazreti Ali düşmanlarga qarshi butun jon-jahli bilan mudofaada turdi. Jaholiyat davrining mashhur palvonlardan biri bo'lgan Amir ibn Udul Amiri qatorliq ba'zi mushriklar Xandakdan o'tib shahar kirishga uringan vaqtda boshqa palvonlar uning oldini to'sishga jur'at qila olmadi. Ammo Hazreti Ali darhol sakrab chiqib, uning bilan bir maydon qattiq elishdi va kallasini elib tashladi. Musulmonlar buni ko'rib, xushalligidan takbir aytishga boshladi. Ulardan xeyli yiroq bir yerda turgan Payg'ambar alayhisalom ularning ovozidan Hazreti Alining u azg'unni yenganligini tushundi va bakmo suyunib ketdi.
Hazreti Ali Makka fatihining harpisida yuz bergan Rizvon bayitidimi payg'ambar alayhisalomning yenida edi. Xaybar jangida musulmonlarning tug'i uning qo'lida edi. Islom qo'shuni payg'ambar alayhisalomning qo'mondonligida Tabukqa yurish qilganda u Madinaga amir bo'lib qilib qoldi. Hijratning 9-yili Hazreti Abu Bakr haj umikini boshlab Madinadan yo'lga chiqib bo'lgandan keyin Baroat surasi nozil qilindi. Payg'ambar alayhisalom bu surani Hazreti Abu Bakrga yetkazish vazifasini Hazreti Aliga topshirdi. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgan chig'ida uningga bo'lgan roziligini bildirgan edi. Kesal tartib qolgan vaqtlarda Hazreti Aliga yo'linib masjidga chiqatdi. Vafot bo'lgandan keyin yuyish va dafn qilish ishlarini Hazreti Ali o'zi bir taraf qildi. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyin musulmonlar Hazreti Abu Bakrni xalifalikka tayinladi. Uningga tunji bo'lib bayat qilganlardan biri Hazreti Ali edi. Ammo u shu kunlarda Hazreti Fatimaning kesili bilan ovora edi. Shunga u faqat jamoat bilan namoz o'qish uchunla sirtqa chiqatdi va namozdan keyin darhol uyiga qaytdi. Hazreti Fatima shu kesal bo'lganicha dadisi, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning vafotidan 6 oy keyin bu dunyoga ko'zlarini yumdi. Bu jarayonda Hazreti Abu Bakr pat-pat kelib ularni yo'qlab turadi va ba'zi ishlarda Hazreti Ali bilan maslahatlashadi. Bu vaqtlarda Suriya atrofi Sham valisi Muaviya ibn Abu Sufyanning hukmronligi ostida edi. U vaziyat muqimlashqicha Hazreti Alining xalifaligini e'tirof qilishni xohlamadi. Shuning bilan u ikkisining orasida musulmonlarni qayg'ulantirgan va har vaqt qayg'ulantiradigan qonliq voqealar yuz berdi. Va nihoyat Hazreti Ali Hijriyaning 40-yili Ramazonning 17-kuni sahar bomdod namozi vaqtida xavorijlardan Abdurrahman ibn Muljim al-Humayri ismli bir qonxo'r tarafidan shahid qilindi. Meyit namozini o'g'li Hazreti Hasan tushirdi. Alloh uningga rahmat qilsin. Hazreti Ali hijratning 2-yili payg'ambar alayhisalomning qizi Fatimaga uylandi. Va u Hazreti Fatima hayot vaqtida boshqa hech kimga uylanmadi. Fatima hijratning 11-yili vafot bo'lgandan keyin Ummul Banin binti Haram al-Kilabiyaga uylandi. Bu ayoldan Abbos, Ja'far, Abdullah va Osman ismli bolalari tug'ildi. Ammo hammasi Hazreti Husayn bilan birlikda Karbaloda qatl qilindi. Bu 4 qarindosh ichida Abbosning boshqalaridan avlod qolmagan edi. Hazreti Ali keyincha Layla binti Mas'ud al-Tamimiga uylandi. Bu ayoldanmi Abdullah va Abu Bakr ismli 2 o'g'li tug'ildi. Bularmi boshqalardek Hazreti Husayn bilan birlikda Karbaloda shahid qilindi. Har ikkisidan avlod qolmagan edi. Undan boshqa Asma binti Umays al-Humusiyaga uylandi. Burun bu ayol Hazreti Alining aksi Ja'farning ayoli edi. Ja'far Mu'ta g'azotida shahid bo'lgandan keyin Hazreti Abu Bakr u ayolni o'z nikohiga oldi va Muhammad ismli bolasi dunyoga keldi. Hazreti Abu Bakr vafot bo'lgandan keyin bu ayol Hazreti Aliga nikohlandi. Asma Hazreti Alidan Yahya, Muhammad al-Asg'ar va Ayn ismli 3 o'g'il tug'di. Ammo uchilisining nasabi uzildi. Ondan Bani Tag'lib qabilasidan Habiba binti Zam'aga uylandi. Bu ayol Xolid ibn Valid Iroqning Aynut Tamir degan yerni fath qilgan vaqtda asir olgan edi. Habiba Hazreti Alidan Umar va Ruqiya ismli 2 farzandlik bo'ldi. Umar 35 yoshida vafot bo'ldi. Uning nasabi davomlashdi. Uningdan keyin Said binti Urva ibn Mas'ud as-Saqafiga uylandi. Bu ayoldan Hasan va Ramla al-Kubra ismli 2 qiz tug'ildi va payg'ambar alayhisalomning boshqa bir kuy o'g'li Abul Asning qizi, ya'ni Hazrati Fatimaning hamshirasi Zaynabning qizi Umamaga uylandi. Bu ayoldan Muhammad al-Avsat tug'ildi. Eng oxirida Bani Hanifa qabilasidan Havla binti Ja'farga uylandi. Bu ayol murtadlik harakatlari vaqtida Xolid ibn Valid tarafidan asirga elingan edi. Bu ayoldanmi Muhammad ibn al-Hanafiya deb tanilgan Muhammadul Akbar ismli bolasi tug'ildi. Hazreti Ali vafot bo'lgan vaqtda 4 ayoli va 19 cho'risi bor edi.
Analarının ismi bilinmeyen qizlarning isimlari tuvandikicha: Ummu Hani, Maymuna, Zeynep as-Sughra, Ramla as-Sughra, Ummu Kulsum as-Sughra, Fatima, Umama, Khadija, Ummu Karam, Ummu Ja'far, Ummu Salama va Jumana. Hazrati Alining 14 o'g'li, 17 qizi, jami 31 bolasi bo'lgan edi. Ammo bularning ko'pinchisi Karbaloda shahid qilingan bo'lib, nasabi faqat 5 bolasi orqali davomlashdi. Bular Hazrati Hasan, navrisi Zaynul Abidin, Hazrati Husayn, Muhammad ibn al-Hanifiyya, Abbas va Umar qatorliqlar edi. Hazrati Alining mozorining qayerda ekanligi hozirgacha aniq emas. Ba'zilar uning Kufaga dafn qilinganligini va keyincha bolalar tarafidan Madinaga ko'chirilganligini rivoyat qiladi. Ba'zilar bo'lsa maxfiy dafn qilinish uchun tavutining bir tugiga ortilganligini va tugining nima uchundir yo'qolib ketganligini, tavutining ichida qimmatlik boylik bor deb o'ylagan bir to'p kishining tugini tiqib olganligini. Ammo tavutni ichib Hazrati Alining meyitidan boshqa narsa topolmagan bu kishilarning uni tay-tig'iga dafn qilganligini rivoyat qilishadi. Bu vaqtdagi rivoyatlar bakmi ko'p ham har xil bo'lib, qo'lida hech qanday dalili bo'lmay turib, uning mozorligining Najafda ekanligini aytib yurganlarmi oz emas. Payg'ambar alayhisalomning Hazrati Alining fazilatlari to'g'risida ko'plagan hadislar naql qilinmoqda.